Assalomu alaykum, hurmatli diabetni davolash kanali muxlislari. Bugun har xil temalardan iborat mayda-mayda videolar bo'ladi. Birinchisida sizga qanaqa bizga baliqni konservalari mumkinligini yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Vmasli degan, ya'ni yog'li baliqni konservalari sizga foydali hisoblanadi. Ichidagi yog'iga tegmang, balig'ini yeyishingiz mumkin. Baliqda bilasizlar, omega bo'ladi. Omega yurakka foydaligidan tashqari, oxirgi ma'lumotlar bo'yicha diabetda ko'zni xiralashishi, diabet retinopatiyasini rivojlanishini oldini olish uchun omega iste'mol qilish kerak ekan. Mana, pожалуйста, yog'li sortlari sardinella, sardinalarda omega bo'ladi. Bu narsalar sizga mumkin. Endi agar sousda degan bo'lsa, u tomatli sous bo'ladimi yoki boshqacha sous bo'ladimi? Bunaqa konserva sizga mumkin emas. Tomatli sousi, mana qaranglar, tomatli. Bunaqa mumkin emas. Men bitta bilmadim, ko'rinmayapti. Xullas, tomatli sousdagilar mumkin emas, chunki tomatga shakar qo'shadi va tarkibini o'qib qarasangiz, mana shu konservada 7,5 gramm 100 grammida shakar bo'ladi. Demak, bu oddiy shirin choydan ham shirin. Shuning uchun bu narsa mumkin emas. Videoning yana ikkinchi qismida sizga klinikani telefonini eslatib o'tmoqchiman. Mana shu nomerni saqlanib qilib olinglar. Agar qachondir kelmoqchi bo'lsanglar, necha pul ketadi, soat nechiga kelish kerak, qaysi kunlari ishlaymiz, bayram kunlari qaysi kunlari ishlaymiz, ishlamaymiz, bu narsani siz klinikadan so'rashingiz mumkin, chunki men o'zim ulgurmayman. Videoning 3-qismida aytmoqchimanki, men videolar chiqarganimda Instagramda agar shu videoga kommentariyada 5 raqamini qoldirsangiz, sizga tekin 3 kunlik menyu beraman, dieta qoidalarini beraman, tekin Telegram kanalimga qo'shaman, 5 raqamini kommentariyaga yozing desam, Instagramdagilar yozsa, ularga avtomatik ravishda xat borar ekan. YouTube'da ko'rib turganlar sizga bormaydi. Siz diabet maktabiga qo'shilmoqchimisiz? Yoki milliy marafonga qo'shilmoqchimisiz? Yoki shu 3 kunlik tekin Telegram gruppaga qo'shilmoqchimisiz? Nima qilmoqchi bo'lsangiz ham, adres so'ramoqchimisiz? O'zimdan boshqa narsa so'ramoqchimisiz? Nima qilmoqchi bo'lsangiz ham Telegramimga yozasiz. Mana shu meni Telegramim. Saqlanib qilsangiz Telegramim chiqadi. Keyin o'sha xohlagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Spam bo'lib qolgan bo'lsangiz yoki Telegramni tushunmasangiz, tushunadigan odamga ko'rsatib, o'zingiz hal qilasiz bu narsani. Xo'p. Hozir bitta-ikkita Instagramdan olingan o'zimning videolarimizni ko'ramiz. Bu yerda biz diabet bemorlarini tuzatganmiz. Sizga ham motivatsiya bo'ladi. Yana bir marta eslataman. Prosta dieta qilib yurganning foydasi yo'q. Odamni o'zgarishlari bo'ladi, shularni davolash kerak. Odamni davosi noto'g'ri bo'ladi, o'shani davolash kerak. Challenge e'lon qilaman diabetni davolash bo'yicha. Bemorlarni tuzalganini, rasmini, videosini, sahrlarini ko'rsatib, sizga qanaqa davolaganimizni tushuntirib beramiz. Bu Sanjar aka 7 yildan beri diabet bo'lgan. Dekabrda bizga keldilar, och qoringa 9, ovqatdan keyin 14,88 chiqqan edi. Xo'p, davo yozib berdik. Ozgina gormonal o'zgarishlari bor ekan. Erkaklarda ko'pincha testosteroni kam bo'ladi. Xo'p, demak, ko'tardik, dieta berdik, sport berdik, sahr dori berdik. Aprelda sahr doridan chiqib ketdi. Mana hozir iyul oyida o'lchab yozyaptilar. Och qoringa 4-5, ovqatdan keyin 5-6 chiqyapti. Apreldan boshlab hisoblasa, 3 oydan beri, ertaga avgust boshlansa, 4 oydan beri sahr dori ichmayaptilar. Demak, tuzalishlariga dekabrda kelgan bo'lsalar, 4 oycha vaqt ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bilasizlar, dieta sport erkaklarning testosteroni past bo'ladi. Jinsiy gormoni past bo'ladi. Ayollarda ham past bo'ladi. Shuni ko'targanda keyin diabet tuzalishi boshlaydi. Toki siz testosteroningizni tuzatmagunizcha, ko'tarmagunizcha diabetdan tuzala olmaysiz. Diabetni davolash challenge davom etadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bir oyda qancha diabet odamni tuzatsa bo'ladi? O'zim ham bilmayman, lekin bu bemor Qirg'izistondan yozyapti. Bu odamni ko'rmaganman. Ismim Mamat, 58 yosh. 1 yildan beri 1 yildan beri diabet bo'lgan. Oxirgi marta fevralda yozishdik. Keyin 15-iyulda yana yozyaptilar. Mana sahr och qoringa 5,4, ovqatdan keyin 5,1 bo'ldi. 4 oydan beri sahr dori ichmayaptilar. Agar sizning sahrlaringiz normada bo'lsa va sahr tushiradigan dori ichmayotgan bo'lsangiz, diabet remissiyasi deyiladi. O'rtoqlar, agar kelmasdan tuzalib ketishi
bitta yo'li bo'lsa, diabetni agar kelmasdan tuzalib ketish yo'li bo'lsa, bu diabet maktabi degan kanalga qo'shilish. Diabet maktabida chunki menyu ham bor. Diabetdan tuzalish uchun nima qilish kerakligini alohida diabetni davolash maktabi degan kanal bor. O'sha kanalda diabetdan tuzalish va diabetni asoratlarini oldini olish bo'yicha darslar bor. Diabetda davleniyasi tushadimi? Diabetda qabziyat bo'ladimi? Diabetda oyoqlarni qanaqa parvarish qilish kerakmi? Diabetda vitamin D ni nega beramiz? Diabetda nega yoshlik gormon beramiz? Nega diabetda omega ichiramiz? Diabetda jigari yog' bosgan bo'lsa nima qilish kerak? Mana shu diabetga nima tegishli asosiy temalar bo'lsa, hammasi shu. Aytaman, agar kelmasdan tuzalib ketish iloji bo'lsa, faqat dieta bilan, sport bilan, faqat diabet maktabi orqali tuzalsa bo'ladi. Mana shu Telegramimga diabetni davolash maktabi deb yozishingiz kerak. Bir umrga 5 ta kanalga qo'shiladi. Bir umrga va agar Telegramni o'chib ketgan taqdirda ham keyin o'sha odamni biza chekini ko'rsatib yana qaytib qo'shilib olishi mumkin. Nabirasi o'chirib tashlagan bo'lsa, chekini tashlab qaytib qo'shilib olishi mumkin. Agar diabet maktabiga kirsangiz, 60 kunga 3 mahal menyu berilgan. Ya'ni menyusi bor ichida. Va diabet maktabidagi hamma darslarni ko'rsangiz, vijdonan dietani qilsangiz, vijdonan sportni qilsangiz va diabetdan tuzalmasangiz, demak sizda o'ta kuchli gormonal o'zgarishlar bor. Uni to'liq tekshirib davolash kerak bo'ladi. Va eng asosiy intervyuni hozir ko'rsataman. Bugungi kunimizning eng asosiy intervyusi hozir. Diabetni davolash challenge davom etadi. 3-intervyu. Hozir videoning bemorning intervyusini ko'ramiz. Pastda sahar och qoringa 5, ovqatdan keyin 5.9 glikerlangan 4,5 chiqqan, qanaqa tuzalganini bemor o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qand kasaliga chalingan bemorlarimiz. Men Marajapova Saida, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida yashayman. Qand kasalligiga chalinganimga 12 yil bo'ldi. Men YouTube'dagi doktorimizni chiqishlarini ko'rib, o'zim sinab ko'rmoqchi bo'lib, dieta va sportni qilishni boshlaganimdan keyin sahrim tushishni boshladi. Keyin doktorga onlayn murojaat qildim. Doktor menga fevral oyida onlayn konsultatsiya yozib berdi. Aprel oyida 2 oy o'tgandan keyin dorilarni sekin-sekin kamaytirib, aprel oyida dorilarni ham to'xtatdik. Mana hozir dorilarni to'xtatganimizga 1 yil 3 oy bo'ldi. 2 marta onlayn lecheniya oldim, 2 marta chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tdim. Chuqurlashtirilgan tekshiruvi oxirgi o'tganim 25-iyunda o'tdim. 25-iyunda o'tganimda ertalab och qoringa 5, to'q qoringa 5 va 9, ovqatdan keyin glikerlangan gemoglobinim 4,5 chiqdi. Men yurtdoshlarimizga aytmoqchiman, qand kasalligiga chalingan bemorlarimizga aytmoqchiman. Men bunaqa fidoyi doktorlarni hali ko'rgan. Tak, maqtaganni eshitishimiz shart emas. Xullas, yangi kirib qolganlar diabetdan davolash, tuzalishni boshlash uchun men sizlarga qadamma-qadam tushuntirib bermoqchiman. Birinchi bo'lib, o'zimni Telegramimga yozinglar. O'zimni Telegramimga yozing. Ilojini qilib yozasiz. Farqi yo'q. Men sizlarga yozmayman baribir ham. Telefon qilganingizda ham foydasi yo'q, ko'tarmayman. Birinchisi, meni hozirgi tavsiyam o'sha 3 kunlik tekin Telegram gruppaga qo'shiling, tekiniga. Xo'p, keyin ko'ring, aytgan menyuyimni qilib ko'ring. Ertalab 1 soat, kechqurun 1 soat yuring. Keyin 3 kundagi biz sizga menyularimiz yoqsa, keyin o'tda oxirida endi 3 kundan keyin nima qilish kerakligi o'rgatilgan. U yog'iga o'zingiz xohlang diabet maktabiga qo'shilib oling, xohlang hech narsaga qo'shilmang, xohlang milliy marafonga qo'shilib oling. Lekin meni fikrim, birinchi bo'lib 3 kunlik tekin kursda qatnashib, keyin milliy marafon yoki diabet maktabiga qo'shilish kerak. Keyin diabet maktabidagi yoki milliy marafondagi darslarni ko'rib, vaqtingiz va sharoitingiz bo'lganda to'liq tekshiruvga kelish kerak. Chunki ko'p marta ko'rsatganman, gormonlar buzilib ketgan bo'ladi. 40-45 yoshdan keyin odamning gormonlari buzilib ketadi. U qariydi, pensiya bo'ladi.
Ayniqsa hayz to'xtagandan keyin. Endi erkaklar jinsiy quvvati susayganini sezgan kundan boshlab uni gormonlari buzilib ketgan bo'ladi. Avvalgiday emasmi? Bo'ldi, tekshirish kerak, davolash kerak. Xullas, birinchi etap tekin etap, ikkinchi etap qaysidir maktabimizga, maktab yaxshiroq bo'lsa kerak, maktabga qo'shilib olish kerak. Endi milliy marafonga qo'shilib ovqatlarni o'rganib har kuni hozir bo'lyapti-da bu narsa, qiziq narsa. Milliy marafonga qo'shilsanglar ham roziman. No, уже подписка bo'lish kerak. U yog'iga keyin sharoitingiz bo'lganda tekshiruvga kelarsiz. Bir narsa bo'lsa, klinikani nomerini boshida berdim. Kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.